Ish bor, har hafta rashyot. Zuhriddin bizga har hafta rashyot qiladigan ishlardan chiqaring deganlarga, mana sizlarga ish bor. Ruskiy firma официальный oilaga har hafta rashyot. Eng qizig'i ish bez объемga. Ham erkaklarga, ham ayollarga 18 dan 50 yoshgacha bo'lgan hammani ishga qabul qiladi. Bu ish eng qizig'i Moskvada joylashgan. Qaysi metrodaligini videoni oxirigacha ko'rsanglar, men sizlarga to'liq ma'lumot berib o'taman. Demak, biz bugungi yangiligimizda boshladik. Va hamda Moskovskiy oblastida yurgan hamyotlarimiz diqqatiga, kimga 3 oy bazada turadigan registratsiya xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, eng ishonchli va 3 oy bazada turadigan 100% kafolatli Avaz akamizni men sizlarga tavsiya etaman. Turda dogovor kerakmi, уведомление xizmatlari kerakmi, nima xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, iltimos biz aytgan, biz tavsiya qilgan insonlarga murojaat qilsangiz, musofirda qiynalib topgan pulingizni Avvalambor assalomu alaykum, Zuhriddin musofir kanalini kuzatib borgan aziz obunachilarimiz, hammalarga xayrli kun deb qolamiz. Mana bugun ajoyib zo'r svejiy vakansiya Перекресток Skalatidan. Bu Перекресток Skalatlar katta emas, Moskvaning o'zida joylashgan. Metro Luxmanovskaya, metro Permoyskaya, metro Izmailovskaya, metro mana shu metrolarda joylashgan. Yana qolgan metrolar ham bor. Mana ekranda nomer qoldiraman. Telefon qilsanglar, sizlarga yana qaysi metrolarda bu ish vakansiyasi borligini sizlarga tushuntirib berishadi, adresi berishadi, borasizlar, ko'rasizlar, yo'qsa ishlayverasizlar. Eng qizig'i, gruzchik hamda sborщикlar kerak. Gruzchiklar bez объем, shunchaki yukni tushirib, yuklab ortish. Smenasi 2800 rubldan, erkaklarga faqat gruzchiklar, mana bu sborщикlar esa sortirovщикda, endi sborщик, zakaz sborga qiladi. Bular smenasi 3300 dan, ham erkaklar, ham ayollar olinadi. Gruzchiklar faqat erkaklar 18 dan 50 yoshgacha. Moskva dokument bo'lishi shart. Bu aytayapman, metroni oldida, o'sha Izmailovskaya, Permoyskaya, mana shu metrolarni oldida borib o'zingizlar ko'rib, joylashib, bemalol ishni boshlashingiz mumkin. Eng qizig'i, sizlarga har hafta rashyot qiladi bu kompaniya. Yotoq joy, boshqa narsa bermaydi, forma beradi xolos. Qolgan hamma narsa o'zingizlardan. Chunki bu Moskvaning sentrida joylashyapti. Borib, qatnab borib ishlab kelaverasizlar. 12 soat ish, 1 soat obed. Forma beradi, aytib o'tganimdek. Oylari bir oyda 4 marta bo'ladi. Har hafta rashyot bo'lgandan keyin bir hafta ishlaysiz, rashyotni olasiz. Hafta ishlaysiz, rashyotni olasiz. Bunga xohlagan odamlar podrobotga qilishi mumkin. O'sha bir hafta ishlab pulini olib qaytib chiqib ketadi yoki boshqa podrobotga so'raganlarga ham bemalol ishlasanglar bo'ladi. Bu endi aslan o'sha dalnishniga ishlayman deganlarga ham juda ham yaxshi. Chunki har hafta rashyotni olib, o'zingizni ishlaringizni bemalol bitirib olsangiz bo'ladi. Ish yengil, qiyin emas. Bu skalat bemalol hamma ishlasa bo'ladi, opt bo'lishi shart emas. Glavniysi Moskva patent, Moskva dokument bo'lishi kerak. O'zbekistondan kelsa bo'lmaydi, joylar to'lib qoladi. Bez dokumentlar umuman telefon qilmasin ekan. Faqat Moskva dokumenti bor, aka-opa singillarimiz telefon qilaveringlar. Moskovskiy oblastdagilar deydigan bo'lsanglar, ekrandagi nomerga telefon qilib, bizning patentimiz oblastida, bizga oblastdan ham ish bormi desanglar, sizlarga uni ham albatta sizlarga tanishtirib o'tishadi. Yo'qsa borib ishlab davom ettirib ketaverasizlar. Xullas, hamma uchun ish bo'ladi, aynan mana shu aytayotgan mana shu kompaniyada. Shuning uchun ekrandagi nomerlarni doim saqlanib qo'yinglar. Ish kerak bo'lgan paytda bemalol telefon qilaverasizlar. Bugunga mana shunaqa ajoyib yangiliklar edi. Sizlar bilan xaridimda Zuhriddin musofir bo'ldi. Keyingi efirimiz o'tkazib bormaslik uchun albatta Zuhriddin musofir kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Videolarimizga like bosib, maksimal tarqatib qo'yasizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, kuninglar xayrli o'tsin.